Assalomu alaykum, xayrli kech yana bir bor. Qaranglar. Mana shu 5 ta asosiy kremlardan iborat ekan. Mana bu demak ko'z krem, ingichkasi, esingizda qolsin. O'zi yozib qo'yilgan mana bu. Mana I krem deb yozib qo'yilgan. I bu demak ko'z degani hammamiz bilamiz. Hop ketdik. Keyingisi mana buni qaranglar. Bomba ekan o'zi ham mana shunisi. Mana bu yerda yozig'i bor. Mana peptidli kollagen. Peptidli kollagenli krem, ya'ni yuzinglarni yoshartirish xususiyatiga ega. Mana krem qaranglar, zugusho'ni molokoga o'xshaydi. Mana ustoz aytganlaridek bor ekan. O'sha Gulchehra Zahriddinova aytuvdilar, o'sha tadbir o'tgan kunimiz juda ham quyuq, mana qaranglar. Вообще zo'r. Xo'p, keyingisi demak bu toner, essensiya va losyon. Mana kichkina bolachalari bu yoqqa bu yoqqa boradigan bo'lsak, uzilib qolmasligi uchun nabor ishlatishda mana kattalarni olib yurish noqulay bo'lgani uchun kichkinalarida ham zapaska qilib chiqarilgan ekan. Sumkamizni bir chetiga solib olib ketursak ham bo'lar ekan. Qaranglar, вообще bomba nabor. Kremni plotniligiga qoyil qoldim men. Zugusho'ni molokoga o'xshaydi.